hozir turgan joying tarixdagi eng dahshatli bo'lgan lager hisoblanadi. Hozir bu lager haqida sizlarga dahshatli ma'lumotlar beraman. Sizlar hayron qolasizlar, videoni oxirigacha ko'rib turing. Bu lagerdagi eng dahshatli narsa nima bo'lgan desanglar, bu lagerda odamlarni tiriklayin pechkaga tiqib yoqib yuborilgan. Lagerga kirish qismida Arbet Match Frey degan yozuvga ko'zingiz tushadi. Buni ma'nosi mehnat ozod qiladi. Ya'ni yolg'on shior ostida mahbuslarga qanaqadir umid berilgan. Shu umidda bular qattiq mehnat qilishgan. Bu lagerning maqsadi nima bo'lgan? Bu lagerning maqsadi kommunistlar, yahudiylar, ruhoniylar va boshqalarni shu yerda saqlab, hibsga olib o'tirish bo'lgan. ...12 yil mobaynida qaysi davlatlardan mahbuslar qiynoqqa solinib o'ldirilgan, mana ko'rishingiz mumkin.